bilan gaplashdik kecha. Siz Ibrat farzandlari yo'naltish sardori. Sardorsiz. Siz liderlarning lideri. Siz muzikant, gitara qani? Gitara shu yerda. Forumda maqsad biz mana viloyatda yoki o'sha tuman sardorimiz baribir mahalla sardoriga nisbatan kattaroqda bizda mansab deydi. O'sha bizni ma'lum bir oromgohlarga, ma'lum bir forumlarga, anjumanlarga olib ketishadi. Biz o'sha respublika miqyosida tanishtirib turamiz, sayohatlar qilamiz-da. O'sha oromgohlar lekin bizda mahalla sardorlariga qilinmaydi. Shu o'sha o'zimizni mahalla sardorlarimizga o'rganganlarimizni o'rgataylik deb forum tashkil qilamiz. Siz nima bo'yicha anaqa edingiz? Jurnalist. Kepkez bo'ldi, futbolkez bo'ldi. Yana nimani aytdingiz men kecha? Mediani. Uni seshanba kuni qilamiz dediga. Forumning ochilish marosimi. Forum rasmiy tarzda ochiladi. Tashkilotchilar tomonidan forumning maqsad tartibi kun davomida ishtirokchilar. Nechta ishtirokchi bo'ladi? 100 nafar. Ishtirokchilar sonini ham qo'yib qo'ydik. Viloyatdan mehmonlarimiz ham kelishyapti. Mana ikkita sardorimiz bu yerda o'zi, qolgan 7 tasi boshqa tumanlardan saylanganda. Umumiy viloyat 9 sardori, viloyat rahbarimiz ham keladi. Mikrofon va kolonka, media instrumentlarning qancha masala bo'lmasa kerak. Seshanba kuni bersangiz bizda masala qolmaydi bu haqda. Konstavar, ruchka bloknot, nechta. Media instrumentlari masala bo'lmaydi. Mikrofon va kolonka masala bo'lmaydi. U madaniyat xizmat qiladi siz uchun. Bu gitara o'zingiznikimi? O'zingniki. Gitaraning ham har xili bor. Bu yaxshisimi bu? Yaxshi qanaqa bo'ladi? Bir yaxshi forumda olsa, men o'sha eng yaxshisidan olib beraman senga. Negadir shu kunlarda hayollaring zulubdi, mendek oshiq g'arib qolib, boyga ko'zing suzilibdi, ko'zmunchog'im sovg'a qilgan, ko'zmunchog'ing uzilibdi. Uchding boyning tillosiga, 3-4 kunlik yallosiga, hayolilar vafo qilar, o'zi suygan shaydosiga, tillolarga to'ymading-mu, meni ham bir o'ylading-mu, sovg'a qilgan ko'zmunchog'im, boy qo'ynida o'ynading-mu, ko'zmunchog'im qo'yindagi, ko'zmunchog'ing uzilibdi, negadir shu kunlarda hayollaring buzilibdi, mendek oshiq g'arib qolib, boyga ko'zing suzilibdi, ko'zmunchog'im sovg'a qilgan, ko'zmunchog'ing uzilibdi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim.